Hurmatli tomoshabinlar, aziz do'stlar va eng asosiysi, hurmatli nafaqaxo'rlar. Bugun men sizni ogohlantirishga keldim. Sizning hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan, yaqin kelajakda amalga oshirilishi kutilayotgan juda muhim, ammo ko'pchilik uchun kutilmagan o'zgarish haqida gaplashamiz. Bu shunchaki bir yangilik emas. Bu moliyaviy sohadagi jiddiy burilish nuqtasi bo'lib, millionlab odamlarning kundalik hayotiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Men sizni bir daqiqaga bo'lsa ham e'tiboringizni jamlashga chaqiraman. Chunki bugungi ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun, har bir oila uchun o'ta muhimdir. Shuning uchun iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling. Ushbu videoga like bosing va bu videoni barcha yaqinlaringizga yuboring, toki hech kim bu muhim xabardan bexabar qolmasin. Chunki biz gaplashadigan narsa juda tez orada barcha nafaqaxo'rlarga taqiqlanadi. Muammoning mohiyati xo'sh, gap nimada? An'anaviy usullar bilan nafaqa olish imkoniyati tez orada butunlay cheklanishi mumkin. Aniqrog'i, davlat nafaqa to'lash tizimini to'liq raqamlashtirishni maqsad qilgan va bu jarayon nafaqaxo'rlar uchun nafaqa olishning ba'zi avvaldan odatiy bo'lgan usullarni butunlay yo'qotadi. Ilgari ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'z nafaqalarini pochta bo'limlari orqali naqd pulda olishardi. Qishloq joylarda bu ayniqsa keng tarqalgan usul edi. Shuningdek, ba'zi banklarning filiallarida ham shunday imkoniyatlar mavjud edi. Odamlar shaxsiy guvohnomasi bilan kelib, navbat kutib, naqd pul shaklida o'z mablag'larini olishardi. Bu bir qarashda juda oddiy va tushunarli jarayon bo'lib tuyulardi, ayniqsa internetdan, bank kartalaridan foydalanishga ko'nikmagan keksa avlod vakillari uchun. Ular uchun bu o'z moliyaviy resurslariga erishishning yagona ishonchli va tushunarli yo'li edi. Ammo bugungi kunga kelib vaziyat keskin o'zgarmoqda. Davlat nafaqa va boshqa ijtimoiy to'lovlarni to'liq bank kartalariga o'tkazish siyosatini faol olib bormoqda. Buning asosiy sabablari bir nechta. Birinchidan, tizim samaradorligini oshirish, ya'ni pul oqimini kuzatish, hisobot berish va tarqatish jarayonini soddalashtirish. Ikkinchidan, shaffoflikni ta'minlash va korrupsiya xavfini kamaytirish. Naqd pul bilan ishlashda har doim ma'lum darajada noaniqliklar va suiiste'molliklar bo'lishi mumkin. Raqamli tizim esa barcha operatsiyalarni kuzatish imkonini beradi. Uchinchidan, byudjet xarajatlarini optimallashtirish. Pochta orqali naqd pul yetkazib berish, bank filiali orqali to'lovlarni amalga oshirish katta logistika va xodimlar xarajatlarini talab qiladi. Raqamli to'lovlar esa bu xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Va nihoyat, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, aholining moliyaviy savodxonligini oshirish va naqd pulsiz to'lovlar madaniyatini shakllantirishga intilish bor. Bu o'zgarish nafaqa olishning ba'zi an'anaviy usullarini aynan pochta orqali yoki ayrim bank filiallarida naqd pul shaklida olishni butunlay bekor qilishni nazarda tutadi. Oddiy qilib aytganda, yaqin orada sizning nafaqangiz faqatgina shaxsiy bank kartangizga o'tkaziladi va siz uni naqd pulda olish uchun faqat bankomat yoki bank kassalariga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Pochta bo'limlari va oldingi kabi xizmat ko'rsatgan ba'zi bank nuqtalari endi sizga naqd pul berish huquqiga ega bo'lmaydi. Bu esa afsuski ko'plab nafaqaxo'rlar uchun jiddiy muammolar tug'dirishi mumkin. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kimga bu ta'sir qilmaydi. Xo'sh, bu qachondan boshlab kuchga kiradi va aniq nima taqiqlanadi? Davlatning rasmiy qarorlari va amaliyotlariga ko'ra, bu tizimga o'tish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Biroq yaqin kelajakda ehtimol yangi yilning birinchi choragidan boshlab yoki undan biroz keyinroq butun mamlakat bo'ylab yagona qoida joriy etiladi. Nafaqalar faqatgina shaxsiy bank kartalariga o'tkaziladi. Bu shuni anglatadiki, siz pochta bo'limiga borib, men nafaqamni naqd pulda olmoqchiman deya olmaysiz. Shuningdek, ba'zi banklarning nafaqa naqd pul berishga mo'ljallangan kassalar ham o'z faoliyatini to'xtatadi. Bundan buyon nafaqani faqatgina bank kartasi orqali bankomatlardan naqd pul yechish yoki onlayn to'lovlar orqali amalga oshirish mumkin bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Bu savolning javobi juda muhim. Birinchi navbatda nafaqasini faqatgina naqd pulda pochta bo'limlari orqali yoki maxsus bank kassalaridan olib kelgan barcha nafaqaxo'rlar xavotirga tushishi kerak. Agar sizda hali ham shaxsiy bank kartasi bo'lmasa, agar siz uni ishlatishni bilmasangiz, PIN kodini eslab qolishga qiynalsangiz, smartfoningiz bo'lmasa yoki internet banking xizmatlaridan foydalanishga ko'nikmagan bo'lsangiz, demak, bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qiladi va siz hoziroq harakat qilishingiz shart. Shuningdek, olis qishloq joylarda yashovchi nafaqaxo'rlar ham xavotirga tushishi kerak.
u yerlarda bank filiallari, bankomatlar yoki post terminallar kam bo'lishi mumkin. Naqd pul yechish uchun uzoq masofalarga borish zarurati paydo bo'lishi ehtimoli bor. Ko'zi ojiz, nogironligi bor yoki yoshi ulug' bo'lganligi sababli bankka borishga qiynaladigan kishilar ham alohida e'tibor berishlari lozim. Ularga yordam beradigan kishilarning ham moliyaviy savodxonligi yuqori bo'lmasligi mumkin. Endi aniq misollarga o'taylik. Misol bir Dilfuza opa, 75 yoshda, Buxoro viloyatining olis G'ijduvon tumanidagi qishloqlardan birida yashaydi. U umr bo'yi nafaqasini pochta bo'limi orqali naqd pulda olib kelgan. Uning smartfoni yo'q. Eng yaqin bankomat esa 15 kilometr uzoqlikda joylashgan tuman markazida. Dilfuza opa hech qachon bank kartasidan foydalanmagan, hatto uni qanday ushlashni ham bilmaydi. Endi u majburan bank kartasiga ega bo'lishi kerak. Bu uning uchun katta qiyinchilik tug'diradi. Avvalo, bank filialiga borish uchun transport topish kerak, navbat kutish, hujjatlarni to'ldirish. Keyin bank kartasining PIN kodini eslab qolish, uni firibgarlardan himoya qilish. Har oy naqd pul yechish uchun o'sha 15 kilometr masofani bosib o'tish zarurati paydo bo'ladi. Bu nafaqaxo'r uchun jismoniy va moliyaviy jihatdan katta yukdir. Uning nafaqasi 20 million so'm bo'lsa, bu yo'lga sarflanadigan transport xarajatlari ham, vaqt ham, jismoniy charchoq ham uning hayotini ancha murakkablashtiradi. Misoliki, Toshkent shahrida yashovchi olim amaki, taqriban yoshda, ko'zi xira tortgan, eslash qobiliyati past ekan. Uning o'g'li har oy bankka borib, otasining nafaqasini naqd pulda olib kelardi. Olim amaki hech qachon kartadan foydalanmagan, chunki uning o'zi bankomat ekrandagi yozuvlarni ko'ra olmaydi. Endi o'g'li otasiga bank kartasini ochib berishi va nafaqani uning hisobiga o'tkazishi kerak. Ammo o'g'li har oy pulni olim amakiga naqd pulda topshirishi uchun u o'sha kartadan pul yechib berish kerak bo'ladi. Agar o'g'li otasining kartasidan bankomat orqali pul yechishga harakat qilsa, bu qanday hujjatlar bilan tasdiqlanadi? Uning harakati huquqiy jihatdan qanday asosga ega bo'ladi? Agar bu jarayon noto'g'ri tashkil etilsa, o'g'il firibgarlikda ayblanmasligi uchun nima qilish kerak? Bu kabi holatlar uchun aniq huquqiy mexanizmlar, masalan, ishonchnoma yoki maxsus vakolatnomalar zarur bo'ladi. Misol uchun Marg'ilonda yashovchi Fotima aya 2000 yoshda, nisbatan zamonaviy, lekin kompyuter savodxonligi yo'q. Uning bank kartasi bor, lekin u faqatgina o'z nafaqasini bankomatdan yechib olish uchungina foydalanadi. Onlayn to'lovlar, mobil ilovalar unga begona. U firibgarlardan juda qo'rqadi, chunki har kuni telefonga keladigan noma'lum qo'ng'iroqlar va SMS xabarlar uni sarosimaga soladi. Endi uning uchun kartadan foydalanish majburiyati ortadi. Har oy bankomatga borib navbat kutish, PIN kodni eslab qolish, ortdan kimdir kuzatib turgandek his qilish uning uchun stressli holat. Agar kartasini yo'qotib qo'ysa yoki PIN kodni unutsa, u nima qilishini bilmaydi. Bu esa uning psixologik holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol did, ijobiy kontrast. Gulnora opa, 15 yoshda, Samarqand shahrida yashaydi. U ilgari ham nafaqasini bank kartasiga olardi, chunki uning farzandlari chet elda ishlashadi va unga pul o'tkazmalarini ham shu karta orqali amalga oshirishardi. Gulnora opa mobil bank ilovasidan bemalol foydalanadi, kommunal to'lovlarni onlayn to'laydi. Hatto bozordan xarid qilganda ham kartadan foydalanishga odatlangan. U uchun bu o'zgarish hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Aksincha, u zamonaviy tizimning afzalliklaridan to'liq foydalanadi. Bu kabi o'zgarishlar O'zbekistondagi taxminan 44 million nafaqaxo'rning sezilarli qismiga ta'sir qiladi. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, taxminan 40 da nafaqaxo'rlar hali ham an'anaviy naqd pul olish usullaridan foydalanadi. Bu degani 1 milliondan ortiq inson bevosita ushbu o'zgarishlardan aziyat chekishi yoki yangi tizimga moslashishga majbur bo'lishi mumkin. Bu shunchaki bir raqam emas, bu har birining ortida o'z tarixi, o'z qiyinchiliklari va umidlari bo'lgan insonlar hayotidir. Kimga bu ta'sir qilmaydi? Agar siz hozirda ham nafaqangizni bevosita bank kartangizga qabul qilsangiz, kartangizdan erkin foydalana olsangiz, bankomatlardan naqd pul yechishni bilsangiz yoki onlayn to'lovlar va mobil ilovalardan foydalanishga ko'nikkan bo'lsangiz, siz uchun katta o'zgarishlar bo'lmaydi. Siz allaqachon yangi tizimga moslashgansiz va faqatgina ba'zi banklarning naqd pul berish kassalari yopilishi sizga ta'sir qilishi mumkin. Ammo bankomatlar orqali pul yechish imkoniyati saqlanib qoladi. Shuningdek, yoshroq va texnologiyalar bilan ishlashga qobiliyatli nafaqaxo'rlar ham bu o'zgarishlardan unchalik aziyat chekmaydi.
istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar har qanday qoidaning o'z istisnolari bo'lishi mumkin, ammo bu holatda istisnolar juda kam bo'lishi kutilmoqda. Hukumatning maqsadi to'liq raqamli tizimga o'tish bo'lganligi sababli nafaqa to'lashdan naqd puldan foydalanish imkoniyatini iloji boricha minimallashtirishga harakat qilinadi. Istisnolar: jismoniy imkoniyat cheklanganlar yoki to'shakka mehlanib qolganlar agar nafaqaxo'r jismonan bank filialiga borishga, bankomatdan foydalanishga mutlaqo qodir bo'lmasa, unga qanday yordam ko'rsatiladi? Ehtimol bunday holatlar uchun maxsus mobil bank xizmatlari joriy etilishi, ya'ni bank xodimlari uyga kelib nafaqani yetkazib berish tizimi tashkil etilishi mumkin. Biroq bu kabi xizmatlar odatda faqat eng og'ir holatlarga qaratilgan bo'ladi va butun tizimga ta'sir qilmaydi. Bu masalada hukumat qarorlarida aniq bir mexanizm belgilab berilishi kutilmoqda. 2. Olis va chekka hududlar. Ba'zi juda olis qishloqlarda infratuzilma yo'qligi sababli bank filiallari, bankomatlar, hatto internet aloqasi yo'qligi maxsus yechimlar taklif etilishi mumkin. Masalan, mobil bankomatlar yoki savdo shoxobchalarida POS terminallar orqali naqd pul yechish imkoniyatini yaratish. Ammo bu kabi yechimlar ko'p hollarda vaqtinchalik xarakterga ega bo'lib, to'liq raqamlashtirishga qadar bo'lgan o'tish davrini qamrab olishi mumkin. Tuzoqlar va xatarlar. O'rgin, firibgarlikning o'sishi. Bu eng katta xavflardan biri. Keksa yoshdagi odamlar ko'pincha texnologiyalardan bexabar bo'lishadi va firibgarlar uchun oson nishon hisoblanishadi. Bank xodimi niqobi ostida qo'ng'iroqlar, SMS xabarlar orqali PIN kod, karta raqami, pasport ma'lumotlarini so'rash holatlari ko'payishi mumkin. Nafaqaxo'rlar o'z mablag'larini himoya qilish uchun juda ehtiyot bo'lishlari va hech qachon shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga bermasliklari kerak. 2. Kartani yo'qotish yoki PIN kodni unutish. Bu ham keng tarqalgan muammo. Agar nafaqaxo'r kartasini yo'qotib qo'ysa yoki PIN kodini unutsa, u puliga erisha olmaydi va tiklash jarayoni ma'lum qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin. Bankka qayta murojaat qilish, navbat kutish, yangi karta olish kabi jarayonlar keksa yoshdagi insonlar uchun stressli bo'lishi mumkin. Moliyaviy savodxonlikning pastligi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar bank xizmatlari terminologiyasi va operatsiyalar bilan tanish emas. Bu ularning pulni boshqarishda xatolarga yo'l qo'yishiga, kerakmas joylarga pul sarflashiga yoki o'z huquqlarini bilmasligiga olib kelishi mumkin. 4. Infratuzilmaning yetishmasligi. Ba'zi joylarda bankomatlar soni cheklangan, doimiy ravishda ishlamay qolishi, ichida pul tugab qolishi kabi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa nafaqaxo'rlarga o'z mablag'lariga erishishda qiyinchilik tug'diradi. 5. Kommunal to'lovlar va boshqa majburiyatlar. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'z nafaqasidan kommunal to'lovlarni, uy-joy ijara haqini, dorilar sotib olishni va boshqa zaruriy xarajatlarni amalga oshiradi. Agar ular naqd pulda pul yechishga qiynalsa, bu to'lovlarni qanday amalga oshiradi? Raqamli to'lovlarga o'tish bu jarayonni osonlashtirishi mumkin, ammo bu uchun ham maxsus ko'nikmalar talab etiladi. Noaniq jihatlar. Ishonchnoma orqali pul olish. Agar nafaqaxo'r o'zi kartadan foydalana olmasa, uning ishonchli vakili, masalan farzandi yoki nabirasi, qanday qilib uning nomidan pul olishi mumkin? Bu masalada qanday huquqiy tartiblar o'rnatiladi? Banklar ishonchnomalarni qanday qabul qiladi va tasdiqlaydi? Maxsus bank hisoblari yoki vakolatnomalarni qonuniylashtirish jarayoni qanday bo'ladi? Ushbu jihatlar aniq belgilanishi va nafaqaxo'rlar uchun tushunarli bo'lishi lozim. Bank xizmatlari uchun yashirin to'lovlar. Ba'zi banklar naqd pul yechish, kartani saqlash yoki mobil ilovadan foydalanish uchun turli komissiya yoki to'lovlar undirishi mumkin. Bu nafaqaxo'rning daromadiga ta'sir qiladi va ularning bilmagan holda pul yo'qotishiga sabab bo'ladi. Davlat bu to'lovlarni tartibga solishi va imkon qadar bepul xizmatlarni ta'minlashi kerak. Axborot kompaniyasi yetishmovchiligi. Agar hukumat ushbu o'zgarishlar haqida keng qamrovli va tushunarli axborot kampaniya olib bormasa, ko'plab nafaqaxo'rlar bu yangiliklardan bexabar qolishi mumkin. OAVI, ijtimoiy tarmoqlar, mahallalar va oqsoqollar orqali tushuntirish ishlari faol olib borilishi kerak. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Agar yuqorida aytilganlardan so'ng siz o'zingizni xavotir olish kerak toifasi kiritgan bo'lsangiz, vahima qilishingizga hojat yo'q. Faqatgina hoziroq harakatni boshlashingiz lozim. Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. 1. Hozirgi nafaqa ta'minoti bo'limiga murojaat qiling. Avvalo, o'zingizning tumaningizdagi yoki shahardagi naqd pul to'lovlarini ta'minlash va uning nazorati bo'limi yoki o'zgarishlarga qarab ijtimoiy himoya agentligiga boring.
u yerdan nafaqa to'lashning yangi tartibi haqida to'liq ma'lumot oling. Ular sizga qaysi bank bilan hamkorlik qilish kerakligini, qanday hujjatlar talab qilinishini batafsil tushuntirib berishlari shart. Ulardan bu o'zgarishlar aynan qaysi sanadan kuchga kirishi haqida aniq ma'lumot olishga harakat qiling. 2. Bankda hisob oching va karta oling. Agar sizda hali ham bank kartasi bo'lmasa, zudlik bilan biron bir ishonchli bankka murojaat qiling. Xalq banki yoki boshqa davlat banklari odatda nafaqaxo'rlar uchun maxsus kartalar va qulay shartlar taklif qiladi. Qayerga borish kerak? Eng yaqin bank filialiga boring. Agar bilingan bank filialiga bora olmasangiz, mobil bank xizmatlarini ko'rsatuvchi filiallarni qidiring. Ba'zi banklar masofaviy xizmatlarni ham taklif qiladi. Qanday hujjatlar kerak? Odatda sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport va nafaqaxo'r guvohnomasi talab qilinadi. Boshqa qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkinligini oldindan telefon orqali bankdan so'rab oling. Jarayon bank xodimlari sizga nafaqa olish uchun maxsus bank kartasi ochib berishadi. Bu jarayon odatda 15-30 daqiqa davom etadi. Ular sizga karta va PIN kodni yopiq konvertda berishadi. Eng muhimi, ulardan kartani qanday ishlatish, bankomatdan qanday pul yechish, PIN kodni qanday eslab qolish va uni qanday himoya qilish kerakligi haqida batafsil tushuntirishlarini so'rang. Iloji bo'lsa, bank xodimi bilan birga bankomatda mashq qilib ko'ring. 3. Yaqinlaringizdan yordam so'rang. Farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki boshqa yaqin qarindoshlaringizdan bank kartasidan foydalanishni o'rgatishlarini so'rang. Ular sizga mobil ilovalar orqali kommunal to'lovlarni amalga oshirishni, hisob qoldig'ini tekshirishni o'rgatishlari mumkin. Agar siz o'zingiz kartani ishlata olmasangiz, ular sizning nomingizdan bankdan pul yechib olishlari uchun ishonchnoma rasmiylashtirish imkoniyatlarini o'rganing. Bu qonuniy va xavfsiz yo'l bo'ladi. Ishonchnoma notarius orqali rasmiylashtirilishi kerak. 4. Moliyaviy savodxonlik kurslariga qatnashing. Ba'zi banklar yoki ijtimoiy tashkilotlar keksa yoshdagilar uchun bepul moliyaviy savodxonlik kurslari tashkil qiladi. Bu kurslarda bank kartalaridan foydalanish, onlayn to'lovlar, firibgarlikdan himoyalanish kabi muhim mavzular o'rgatiladi. Bunday kurslar haqida o'z mahallangizdan, pension ta'minoti bo'limidan yoki bankdan so'rang. 5. Firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Hech qachon birovga kartangizning PIN kodini, to'liq raqamini yoki orqa tomonidagi 3 xonali CV kodini aytmang. Bank xodimlari ham sizdan telefon orqali bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Shubhali qo'ng'iroqlar yoki SMS xabarlarga javob bermang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang. Agar shubhali holat yuzaga kelsa, darhol bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. 6. Bankomatlar joylashuvini o'rganing. Agar siz olis joyda yashasangiz, eng yaqin bankomatlar qayerda joylashganligini oldindan bilib oling. Ba'zi banklar mobil ilovalar orqali bankomatlarning xaritasini ko'rsatadi. Yaqinlaringizdan buni o'rganib berishlarini so'rang. Xulosa, hurmatli do'stlar, bugun men sizga juda muhim bir masalani, ya'ni nafaqa olish tizimidagi tub o'zgarishlarni tushuntirishga harakat qildim. An'anaviy naqd pul olish usullari tez orada taqiqlanishi va barcha nafaqaxo'rlar uchun nafaqani bank kartalari orqali olish majburiy bo'lishi kutilmoqda. Bu davlatning raqamli iqtisodiyotga o'tishdagi global tendensiyaning bir qismi. Bu albatta ba'zi nafaqaxo'rlar uchun qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin, ayniqsa texnologiyalardan uzoq bo'lgan keksa avlod vakillari uchun. Ammo to'g'ri yondashuv va o'z vaqtida harakat bilan bu qiyinchiliklarni yengib o'tish mumkin. Shuni unutmangki, har qanday o'zgarish avvalo qiyinchilikdek tuyulishi mumkin, lekin vaqt o'tib u qulayliklarga aylanishi ham mumkin. Eng muhimi, bu jarayonga tayyor bo'lish, vahima qilmasdan bilimli ravishda yondashish. Shuning uchun men bergan maslahatlarga amal qiling. Yaqinlaringizdan yordam so'rang va o'z moliyaviy savodxonligingizni oshirishga harakat qiling. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Ushbu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Siz nafaqani qanday olasiz? Yangi tizimga o'tishga tayyormisiz? Iltimos, o'z fikr va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoni like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling. Chunki biz siz uchun doimiy ravishda dolzarb va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha